Endi bitta yakuniy savolim bor sizga. Bemalol aka. Har bir inson o'z sohasini yetuk mutaxassisi bo'lib yetish uchun nima qilish kerak? Aka, avvalo o'zini sohasini yetuk mutaxassisi bo'lishlik uchun mana agar e'tibor bersak, shu tepada kamera turibdi-da. Kamerani vazifasi nazorat qilish. Masalan, bu fermada mexaniklar bor, sut sog'uvchilar bor, doktor bor, kim, hamma odamning o'zining vazifasi bor. Shu kameradan hadiksiragan maqsadda qaysidir ma'noda hamma o'zining ishini to'g'ri bajaradi. Agar har bir odam, nafaqat veterinar, har bir soha vakillari o'zini kunlik, har soniyalik holatlari yozib borilayotganligini, ya'ni Alloh tomonidan har bitta narsa nazoratdaligini va oxirida har bir qilingan ishi uchun javob berishligini agar qalban his qilsa har bir inson, har bir soha vakili, shunda jamiyatda o'zgarish bo'ladi hamda har bir inson o'zini mutaxassisligini a'lo darajada bajarishga harakat qiladi. Agar shunga iymon keltirib, shuni qalban his qiladigan bo'lsa. Chunki har bir minut uchun oxirida javob beriladi. Shuning uchun eng katta narsani biz shunga qaratishimiz kerak aka. Tushunarli. Demak, Alloh kuzatib turganini hammamiz qalbdan Albatta his qilsakgina ishlarimiz ham yaxshi bo'ladi. Ota-bolaga sizga ham kattakon rahmat aka. Ishlaringiz rivojini bersin. Rahmat. Aziz obunachilar, manfaatli bo'lgan bo'lsa albatta layklarni bosish, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Salomat bo'linglar.